Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Oltiariq tumaniga, Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga shunaqa oq profildan aynaklarini yo'duvi qilib, bir qavatli aynaydan olib kelib qo'yib berganmiz. Metr 11 metr chiqadi ustunlari bilan. Ustunlarini ashibga qilib berganmiz. Bonus sifatida qilib berganmiz. 3 ustunini Xo'p, 11 metrli joy. Ichkaridan ham bitta ko'rsatib o'taman. Xo'p, taylarni mana arkafon qilib berganmiz. Chiroyli chiqqan, akkuratli chiqqan. Arzonroq variantida Aldelux degan materialdan bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Eshiklar ham juda yaxshi ochilib yopiladi mana. Oddiy ochilib yopilaveradi. Ichkaridan ko'rsalaring, padagonliklarini kakbalonli qilib, chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Har bitta ronda bittadan ochilish, keyin bu tomonidagi bir qanotli eshigini ikkala tomonida ikkita ochiladigan qilib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Chekkayda chiroyli bo'lib turadi. Xo'p. Bu ochilishini ham ko'rishlaringiz mumkin. Shunday qaytarib qo'yiladi. Akkuratli havo aylanib turaveradi. Xo'p, 11 metrli joyimizni tashqaridan bitta ko'rsataman. 11 metrli ayvonimiz, ikkita eshigi bo'lgan, 4 ta ochiladigan taqasi bo'lgan, ikkita 4 ta forchkasi, bitta podvaliga eshigi bilan. Xo'p, 14 million so'mga olib kelib qo'yib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.